Serfiyankalarimizni kelib oldik mana. Mana rakvinamizni o'rnatadigan joyimizga uголnilardan shunaqa narsa yasab oldik. Shunga endi ilib qo'yamiz. Arqasi shlaka blok ekan, mana bunaqangi g'oy bo'ladi. Shuning uchun ankerlashni iloji bo'lmadi. Arkasini germetkalab turib, pastga tushirib, beton quyib yuboramiz. Sement quyib yuboramiz. Natijada juda ham puxta ish bo'ladi. Mana rakvinamizni joyiga qo'yib oldik. Ko'rinishiga baho berasizlar. O'z fikrlaringni bildirasizlar. Yoqqan bo'lsa like bosasizlar degan umiddamiz. Mana tagidan ko'rinishi endi bu hali ulanib nima bo'lgani yo'q. Umumiy ko'rinishi shunaqa osma shaklda bo'ldi bu. Uning ustida turgani yo'q bu. Alohida o'zi osilib turibdi. Sokolimiz ustiga o'tirgani yo'q bu.